Ayollar uchun yana bir bor. 7000 so'mdan 70.000 so'm bo'ladi bu paypoq. Mana sizlarga zo'r yangilik. Bir qop paypoq olish uchun 500.000 so'm pul yetarli. Bu ayollar uchun qalin, uzun paypoqlar 14.500 so'm pachkaga. Pachkada 3 ta bo'ladi bu. Qishda chiqarib olasizlar mana shu bilan bemalol. Bular 3.500 so'mdan xaba paypoqlar. Sifati vashi zo'r. Oyoq terlatmaydi. Sotishga juda zo'r variant. Ayollar uchun yana bir bor. 7000 so'mdan 70.000 so'm bo'ladi bu paypoq. Juda ham kачество vashi zo'r. Erkaklar narsasidan arzon bo'lmasa kerak. 22.000 so'm, 2200 so'mdan 10 tasi. Kачество vashi udor. Chetkalar ko'p. To'yda bunaqa qilib donali ham sotishadi. Dona ham bemalol olishingiz mumkin. Bular pachka. Детский paypoqlar 6.500 so'm ekan. Kачество vashi angorkali. Massiv paypoqlar 12.000 so'm ekan pachkaga. Mana vashi udor. Orqasida zamogi ham bor ekan. Detskiylari ham bor. Ayollarga 9.500 so'mdan angorka paypoqlar. Ranglari juda ham seroq. Ular 7.500 so'm ekan. Detskiy sotilgan paypoqlar. Bu yerda donaliklari ham bor. Bu yoqda ham bor donaliklar. Pachka ham bor. Bozorga kelish uchun mana Stayanka bog'chani yo'li bemalol kelib savdo qilib ketishlar mumkin. Bu paypoq biznes uchun unaqa ko'p оборот bo'lish kerak emas. Ozgina оборот bilan boshlasa ham bo'ladi.